Okay, so guys, let's look at the text. First of all, listen carefully and then answer some questions. Okay, and sağlıklı karanlar, mushu kartın filmini yaxshi anlanglar, yaxshi tepsili ko'ranglar, ko'rgandan keyin undan bir necha savol bor, shuni javob beringlar. Okay. All right, just watch it carefully. Hamsa bir ko'rib beringlar. Are you Swedish? No, we are not. We are Danish. Are your friends Danish too? No, they aren't. They are Norwegian. Your passports, please. Here they are. Are these your cases? No, they aren't. Our cases are brown. Here they are. Are you tourists? Yes, we are. Are your friends tourists too? Yes, they are. That's fine. Thank you very much. Okay, alright guys, answer. Text qaranglar, savatdoshlar. Birinchi jumla nima ekan? Are you Swedish? Okay. Are you Swedish? Nima? Siz nalikmi? Shvetsiyalikmi? Okay. Are you Swedish? And then demakchi yoki sizlar Shvetsiyalikmi? No, we are not. Yo'q, biz emas. No, we are not. We are Danish. Nima? Biz Daniyalik deb. And savatdoshlar, ingliz tilidagi mishariki you deganimiz hamda birlikim bo'la oladi, ham ko'plikim bo'la oladi. Demak, siz yoki sizlar shunami? Ana are you Swedish degan agar siz Shvetsiyalikmi yoki sizlar Shvetsiyalikmi degan gap. Demak, ikki xil ma'nosi bor. Demak, you-niki hamda siz yoki sizlar ikki xil bo'la oladi. Shunami? Ham birlik bo'lar, ham ko'plik. Demak, sizlar Shvetsiyalikmi desa, no we are not. Yo'q, biz emas. We are Danish. Hamda biz bo'lsak, nalik? Daniyalik. We are Danish. Are your friends Danish too? Okay. And your friends deganimiz sizning do'stlaringiz. And the mere friends erkeğini asqatdiq, birdamdagi grammatikani iqtisodiyni tushundiramiz. Asqatgan degan nima dersanglar, do'stlaringiz. And your friends, sizlarning do'stlaringlar. Shunami? Are Danish. Sizlarning do'stlaringlar bo'lsa Daniyalik. And bu yerga savolga aylantirsak nima bo'lar desanglar, are your friends Danish too? Are your friends Danish too? And sizlarning do'stlaringlar Daniyalikmi? Shunami? Sizlarning do'stlaringlar Daniyalikmi? Okay. And yoki sizlarning do'stlaringlarmi Daniyalikmi? Keyingi nima desanglar, to bor shunami? Va keyinida to bo'lg'achqa nima desang, sizlarning do'stlaringlarmi, nimami Daniyalikmi? Are your friends Danish too? Desa, no, they aren't. Yo'q, ular emas. Demakchi, hamda uchinchi shaxs ko'plik bo'lgan, birlik bo'lsa, yes, he was, she is, yo'q, she isn't, he isn't dedi. Endi ma ko'plik bo'lg'achqa nima desang, no, they aren't. Yo'q, ular emas. Demakchi, ular nalik emas, Daniyalik emas. Okay. They are Norwegian. Ular Norvegiyalik. They are Norwegian. Ular Norvegiyalik. Norvegiyalik. Nima? Anskin qisqa qaranglar. Okay. So your passports please. Okay, pasportlarni ko'rsatinglar degan bo'l. Your passports. Endi buni to'liq shakli show me your passports please. Okay? Show me your passports please. Sizlar pasportlarni chiqarsanglar, pasportlarni ko'rsatsanglar, shunami? Show me your passport. Shuni qisqartirilsa, your passports please. And your IDs please. And ID ga kimlik shunami? Kimliklarni chiqarsanglar, shunami? Here they are. Okay, and this ilgari here you are deb o'rgangan shunami? Ara here you are, but here you are deb ko'rsatish shunami? And the mana here they are, nimacha here they are ishkitob. And ma ishkiramga davodi shunami? Ishkiramga davodgan ekan, ma ishki ko'plik hisoblanadi, ma pasportlar. Shunga hamda buni to'liq shakli they are here and ular bo'lsa mana deb ko'rsatish shunami?
Demek hem de ma İngiliz tilida ma o ta'ti cümleler ma here degan oldi bittin yut keldi. Şuna ulan nima bo'ladi sana? Here they are demek ki manolar. Agar hamda bir tal narsa bor, here it is. Here it is. Ma bir tal narsa mesela. Oh, here it is. Agar ikki tal narsa bo'lib qo'ygan. Here they are. Okay? Here they are. Okay, here they are. Kingse? Demek are these your cases? Okay. Are these your cases? And the miyarki these qaranglar valla. Okay. These deganimiz nima desanlar bular shunami? Are these? Agar oldimizda bir tal narsa bo'lgan bo'lsa this deymiz, nima? This. Agar endi ko'plik narsa bo'lgan degan nima? These. Agar bular, nima? Are these your cases? Demekçi bir yer these are your cases. Bular bo'lsa sizning chamadonlaringiz, yoki sizlarning chamadonlaringlar, shunami? And so are these your cases? Bular sizlarning chamadonlaringlarmi? Desa, no they aren't. Yo'q, ular bizning emas. Demekçi ular bizning chamadonlarimiz emas. Our cases are brown. Bizning chamadonlarimiz are brown. Bo'lsa brown. And then şu üçüncü şahs, qanday şahs ko'plikka qaysi keldi? Or keldi shunam valla. Our case brown. Here they are. Ay mana ular. Ular mana demekçi. Ko'rsatib beribdi shunami? Are you tourists? Demekçi sizlar sayohatchimi? Tourists shunami? You are tourists yazili shakli. Yes we are. Yes we are. Shunami? Are your friends tourists too? Ham sizlarning do'stlaringlarmi sayohatchimi? Are your friends tourists too? Demek ki your friends are tourists degan gap qo'yamda. Savolga aylantirib BP'ni oldiga chiqsam savolga aylantirdi. Demek ki are your friends tourists too? Demek sizlarning do'stlaringlarmi sayohatchimi? Yes they are. Ular sayohatchi. Nima? Yes they are. Demek ki ular qanday sayohatchi. Okay. That is fine. Okay, that's fine. Thank you very much. Okay, that's fine. Oy, that's fine again. Bo'ldi. Oy bo'ldi. Demak, okay demakchi shunami? Oy, bo'ldi. Demakchi shuni tekshirib bo'ldi, shu bo'ldi. Demakchi tugidi. That is fine. Thank you very much. And avvalgi nima? Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Thank you very much. Thank you very much. Xo'sh, hamsa, Mushu abayqa tekstda tilg'ilingan intayin muhim bo'lgan nuqtalar qaraylik. Bularmi bugungi darsimizda mushu ismlarning ko'plik shaklini qilgan gap. Odatda mushu ismlar bu sanig'ini bo'ldigan ism, sanig'ini bo'lmaydigan ism deb ikkiga bo'linadi, savolashlar. Endi sanig'ini bo'ldigan ismlar degan nima desanglar, sanaqsan bilan sanig'ini bo'ldigan ismlar, sanig'ini bo'lgan ism deymiz. Masalan, 1 kitob, 2 kitob, 3 kitob, 4 kitob. Mana sanaqsan bilan sanadik shunami? Onu degan ba'zi ismlarni sanaqsan bilan sanig'ini bo'lmaydi. Masalan, 1 suv, 2 suv, 3 suv demaymiz-ku. Uni qanday qilib olmaydi? Sanig'ini olmaydi. Shunga o'xshash hamda sanig'ini bo'ldigan ismlarning keyiniga asqatimiz ko'plikka. Xuddi masalan kitob. Biz buningga ko'plik bo'lsa, kitoblar uyg'urchada shunami? Kitoblar. Okay. Maktablar degandek. Masalan, my friend is Danish. Is your friend Danish? Hamda sizning do'stingiz Daniyalikmi? Desho? Yes, he is. Yoki no, he isn't. Shunami? Okay. Hamda buning ko'plik shakli bo'lsa, my friends are Danish. Mening do'stlarim bo'lsa Daniyalik. Mening do'stlarim, shunami? Are your friends Danish? Sizning do'stlaringiz Daniyalikmi? Desa, agar yes bo'lsa, yes they are. Yoki nima? No, they aren't. Demak, endi mishaganda ko'plik bo'lib qolsa, nima desam, they keldi. Shunaqo birlik bo'lib qolsa, demak he is, he isn't keldi. He isn't keldi. Demek endi mishariki toqqa pishin shaxs birlikka BP bilan is keladi, pishin shaxs ko'plikka BP bilan or keladi.